O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasi tomonidan ushbu davlatning Ring of National Anthem jamiyati bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasiga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Unda ushbu jamiyat a'zolari, Kanto mintaqasida istiqomat qilayotgan madaniy va ishbilarmon doira vakillari hamda oliy, yuqori va o'rta maxsus ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etishdi. Elchi Muhsinxo'ja Abdurahmonov kirish so'zida O'zbekiston davlat madhiyasining mohiyati va milliy birdamlikni saqlashdagi muhim o'rni haqida gapirdi. Tadbirda davlat madhiyamizning ixlosmandlari Yaponiyada ham tobora ortib borayotganligi, xususan elchixona tomonidan tashkil etiladigan madaniy tadbirlarda madhiyamiz musiqasi yapon milliy musiqa asboblarida bastalanib, ushbu davlat soprano ijrochilari tomonidan kuylanayotganligi, Tokio va Mayzuru shaharlaridagi maktablar o'quvchilari tomonidan ijro etilganligi, shuningdek, Yaponiyada o'tkaziladigan sport tadbirlari, xususan Tokio 2020 olimpiadasida ham ko'p marotaba yangraganligi qayd etildi. Biz O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasida O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasiga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbirni tashkil qildik. Ushbu tadbirga bizning jamiyat a'zolari va Kanto mintaqasidan istiqomat qiluvchi yapon hamjamiyati orasidan qiziqish yuqori bo'ldi. 70 ga yaqin kishi ishtirok etganligi buning yorqin misoli. O'zbekiston davlat madhiyasi musiqasi va matni o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va uni jo'r ovozda kuylash imkoniyati barchada yorqin taassurot qoldirdi. Albatta, ushbu tadbir yurtingiz ixlosmandlari va yapon sayyohlari sonini oshirishga hissa qo'shadi deb o'ylayman. Bu tadbirda ishtirok etib, yurtingizning nafis va betakror madhiyasini kuylash sharafiga muyassar bo'lganimdan bag'oyatda mamnunman. Men 2 yil ilgari O'zbekistonga safar qilib, menda uning boy madaniy merosi, tarixiy obidalari va go'zal tabiati katta taassurot qoldirgan. Milliy kiyimlardagi ranglarning uyg'unligi menga juda yoqqan va ularni men Yaponiyaga olib kelganman. Bu tadbir orqali men yanada ko'proq O'zbekiston haqida tasavvurga ega bo'ldim va yana bir bor yaqinlarim bilan O'zbekistonga safar qilishga qaror qildim. Mazkur ma'rifiy tadbirda yig'ilganlarga O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi to'g'risidagi qonuni va madhiyamiz matni yapon tiliga tarjima qilinib, ishtirokchilarga taqdim etildi.